Bahoda tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazyapmiz. Bizlarda mahalla bo'yicha biznesga birinchi qadam kreditlarimiz bor. Biznesga birinchi qadam o'z-o'zini bankka fuqarolarga 10 million so'mgacha 412 ming so'm to'lov, soliq to'lovi asosida 18 oyga 23% dan 10 million so'mgacha kredit beramiz. Keyin 312-son kichik biznesni o'z-o'zini qo'llab-quvvatlash dasturida 300 million so'mgacha kredit beramiz. 100 milliongacha begarov, 300 million so'mga qolganimizni garovlar 1 yildan oshgan tadbirkorlik subyektlarga beramiz. Pul ko'chish orqali. Tayloq tumani toifasiga qarab 22% dan to'lab keladi. Keyin 210-qarorga asosan tadbirkorlik loyihalarini qo'llab-quvvatlash orqali yoshlar bandligini ta'minlash uchun bizlarda kelajakka qadam dasturimizda kredit bajaramiz. Bunda 31 yoshgacha bo'lgan talaba yoshlarga 14% Markaziy bank asosiy stavkasi 1% miqdorida 2 milliardgacha kredit ajratamiz. O'z-o'zini band qilganlarga 18 oygacha 6 imtiyozlar bilan 20 million so'mgacha kredit beramiz. Bu raqamni savol bersangiz,